Hürmetli akajonlar, sizlarga bir masala aytib berayin. Her kimiki her ayal kishiki yeri bo'lib turib qochib ketsa, aya onun nikasi batıl bo'lama ya batıl bo'lmaymi? Nikasi batıl bo'lmaydi. Avvalgi yeri agar onu shu buzuq ishini bilib turib yana ham qabul qilsa qabul qila oladi. Nikasi barqaror turadi. Amma qabul qilmadi, qilmasin. Agar avvalgi yeri bo'lib turib u odam boshqa birta bilan jiradi, ol qiyomatgacha gunohkor bo'ladi, ondan bo'lgan avlod bo'ladi, zina bo'ladi. Oya o adam o xotin xula qilsin. Xulani ma'nosi shuki bir qiz kiyevi bor, kiyevidan mahriyasini butunlay olibdi. Olgandan narmagan ol qaysi o'ynashi bilan qochib ketibdi. Ali avvalgi eri taloq bermasa, ol boshqa bilan nikah qila olmaydi. Suratni nikah qila oladiki, shu qochib ketgan xotin o'zi ya varisi avvalgi eri bilan muayday xula qilsin. Muayday xulani ma'nosi shu bo'ladiki, seni bergan paysangni men beraman, sen meni taloq bergin desa, so'ng kiyev paysasini oladi, onu xula qiladi, yana xula o'zi taloq bo'ladi. Bu suratda so'ng shu iddati to'lgandan narmagan balki onga nikah qilsa bo'ladi. Yeri bo'lib turib qochib ketgan ayollar gunohni o'ziga sotib oladi. Nauzubillah, bu Xudo bilan muqobala qiladiki, men ana yerimga ko'nim yo'q edi, ana qochdim degan ma'noni beradi. Boshqaga bilan ketadi, yeridan taloq olmaydi, ya xula qilmaydi. Bu ko'p gunoh bo'ladi. Bir erkak veya xotiniki jashirinchi gunoh qilsa, ol oncha gunoh bo'lmaydi. Bu odam bilan qochib ketadi. Bu ko'p katta gunoh. Alloh taolo hamma musulmonlarni o'zi asrasin. Har kimiki qochib ketadi, o qochib ketgan ayolni yeri bo'lib turib qochadi. Islomiy nuqtai nazarda bu balki dura urilsa, bu uchun ko'p katta gunoh, bu sangsar bo'ladi. Alloh taolo tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.